Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Qanday sog'-omonmisizlar? Sizlar bilan mana yana o'z video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Sizlarga yozgan she'rlarim bor, 2 ta 3 ta. Shu she'rlarimni o'qib eshittirmoqchiman. Birinchi she'rimiz allohasi ota-onam bo'lsa qani edi deb nomlangan she'r. Shuni sizlarga hozir o'qib bermoqchiman. Hassasini do'qillatib, otam kirib kelsa-da uyga, bolam yaxshi keldingmi deb, onam kutib olsa-da uyda, boqib go'zal chehrasiga, to'yib boqsam qani, uxlasam gar tushlarimda, otajonim ko'rsam qani, borligingizda ota-onam, qadringizga yetmadikmu, suhbatlashib bir ozgina yoningizda bo'lmadikmu, borligingiz davlat ekan, bizlarga-da savlat ekan, ota-ona g'aming yerkan, bolam debon u kuyarkan, sizlar hozir bo'lsangiz qani, poyingizga bosh qo'yardik, ota-onam sog'misiz deb, joningizga biz kuyardik. Endi sizlar sog'inganda hidingiz ham topolmaymiz, mehrimiz ham to'lib toshib, ko'rpalar ham yopolmaymiz. Hassangizni do'qillatib, uyga otam kirsa qani, bolam omon keldingmi deb, onam kutib olsa qani. Endi sizlarga Hoji akalar haqida ham bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Hoji akam deb nomlangan buni salohasi. Uyimizni to'g'ri sizga Hoji aka, ma'ruzani zo'ri sizda Hoji aka, ma'ruzangiz ko'ngillarni yumshatsin, eshitganlar yig'lab dilin bo'shatsin, barchaga bir sizni shirin so'zingiz, har bir odam sehrlagay, ko'zingiz, oftob misol nur taratar yuzingiz, yaxshilarga o'rnakdirsiz o'zingiz, ilmingizga ofarinlar, tasanno, fikri tiniq gapirasiz, siz dono, umr tilay yaratgandan sizga uzoq Hoji aka, uyimizni to'g'ri sizga Hoji aka, ma'ruzani zo'ri sizda Hoji aka, ma'ruzangiz har insonni yig'latar, ko'ngli yumshab, yomon yo'ldan qaytar, yaratganga tavba qildim deb aytar. Endi sizlarga yana bitta she'rimni o'qib eshittirmoqchiman. Buni salohasi qayda mehr oqibat deb nomlangan. Bu yurak qon yig'laydi, bu dard qalbim tig'laydi, ona qorniga sig'ganlar keng hovliga sig'maydi. Armon bo'ldi qatma-qat, qayda mehr oqibat. Kimlar erni talashgan, kimni yuzin yulishgan, ota-onani qilib xor, aka-uka yer talashgan. Mahalladan qilmay oriyat, qayda qoldi mehr oqibat. Odamlar ham xilma-xil, goho sinar bu ko'ngil, amma tog'asin qo'ying, yuz ko'rmas opa-singil. Kul bo'ldi bu oxirat, qayda mehr oqibat. Qadrin qilmas bu bir-birin, tashlab qo'yur ko'z qirin. Adovat bor yashirin, g'iybat qilishar birin. Yo'q ko'ngilda
halovat qayda ekan oqibat. Qay banda nafsiga qul, mehr oqibat bir pul. Bolasin bo'g'ib ona, o'g'il bo'lsa yagona. Yo yaqinmi qiyomat, qayda mehr oqibat. 2026-yil 2-oy 2-chislada yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Meni tinglab tomosha qilganlar murod maqsadlariga yetsin. Xonadonlarida hamisha xonadonlariga fayz baraka bersin. Hamisha xonadonlarida xursandchilik, quvonch, shodliklar arimasin. Sog' salomat bo'linglar. Yana video profillarim orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman aziz vatandoshlarim. Mehri baland, mehri daryo, qadrdon yurtdoshlarim.